Bugün ilip verilmoqchi bo'lg'ini bo'lsa, programmamizning oylik musobaqasi. Albatta, bugungi oylik musobaqamizda bo'lsa, bizning 4 nafar haftalik chempionimiz oylik chempionlikni talashish baygisiga tushdi. Xo'sh, undaq bo'lsa biz Kuychilar Navosi programmasining birinchi bosqichini boshlaymiz. Muradil, programmamizga yana kayningizni qizg'in qarshi olamiz. Bugun yana o'xshashla eng tetik, eng jo'shqin kayfiyatingiz bilan ko'rman do'stlarning oldida tayyor bo'ldingiz. Undaqda ham oylik songa kirdingiz. Oylik songa kirganlarning hammasi haftalik sondan chiqqan chempionlar. Undaqda bugun chempionlar bilan bir baygi maydoniga tushsiz, jiddilashyapsiz. Jiddilash bo'lyapti, shundaq qilib o'zimning kayfiyatini tanishga tirishyapman. Yaxshi, Muradil, naytjalliq. Bu adımız bo'lsa, mening yaqin adam bo'ldi va kasbga Amroyim. Bu yoq hozir Urumchi shaharlik madaniyat yurtida xizmat qildi. Ismi Roshangul Imranov. Yaxshi natijangizni saqlaymiz. İgizigi Şida Çıraq güyed yarım Bu kögeller sana amrığın yarım digeyse Ey sende kızı gül yare her cayda bulmaz Her cayda bulsa yare senince bulmaz da dey senince bulmaz sana amrığın yarım digeyse Kışlar men sana amrığın Ey yarim digeyse Yavrum namlı qonaqchini o'rinlab bo'lgandan keyingi hissiyotlaringizni anglab baqayli. Mening hozirgi hissiyotim bo'lsa, jiddilashishim bor, azroq afsuslanarli ishim bor. Masalan, nafsim oxirgi yetmay qoldi. Bundan ayt xijilman. Bundan keyingi musobaqalarda fursat bo'lsa, keyingi bosqichlarda to'liqlab ketishga tirishaman. Bo'ladi. Undaqda endi ustozlar zodi qanday taklif fikrlarni berdi? Anglab baqayli. Ma yaro degan naqshni yaxshi o'rladingiz nisbatan aytgan chog'da. Bu naqshni o'rlash biroz qiyinroq.
немесе дегенде бұның қойылған талап біраз жоғары бұның ақшырча. Қиылдық дәрежесі біраз жоғарырақ. Әнәнден кейін немесе боғымы ұзынчу бұның. Азыр өзіңізім дедіңіз, нәпәс алмаштырмайдыға елі нәпәс алмаштырып қойдыңыз. Немішімішта болды деген кәсіби мәшіқта бұның немішімішта боғалықını тапалайсыз. Қағым пұрақ шевелері жәттің бәзі әлірді сәл өзгіріші бар. Nispeten etqanda avazınız yoruq, nəhayət cəng var, yaxşı orladınız mənaqşını. Sizə ahmet tiləyəm. Rəhmət, sizə köpdən köp rəhmət. Əlbəttə, birinci nömrəlik mahirimizə köpdən köp rəhmətimiz bildirimiz. Ondaq bolsa, aram ağaç turun. Film köygəndə köznəkdən körün, konu markada yeni məzmunla üzülməz. Əlbəttə, biz dəl mana şu münasibət bilən Aynuri Gülçilikiga, Mıgnaz Qırım buyumları çəklik şirkətiga, şundaqla ustazlarının kiyimlərini təminləyən Miras kiyimlərə köpdən köp rəhmətimiz bildirimiz. Rəhmət sizlərə. Əmdə bugün aylıq sanğa musabqa düşüşaldı turvatsız. Ciddiyləşətamsınız? Ciddiyləşətdim. Xoş, bugün sizə həmrah olub gələn bu inimiz bu yoq bo'lsa mening 5 yillik saboqdishim, kasbdishim. Bugün işleş barmısınlar? Bor. To'liq bor, ha? O'zingizni qo'yib o'tib, eng yaxshi tarafınızı ifoda qiling. Şirin ve canım
才的歌声已经让我们现场很多的企业代表、媒体代表坐不住了。对，我们的导师也是听得非常的陶醉。那么我们一起来听一下导师们会给出什么样的评价。Hoş gelipsiz Nigara. Bu qitim karavan naqshini ep kelibsiz, ha? Bu bir nadir naqsha. Men shunchalik sevib, yaxshi ko'raman bu naqshini. Siz bilan tang mustaq o'zim etib o'tirdim. Umuman naqshini boshdan oxir xili qilibdan chiqib ketmay, ovozni qaydigan unda ish yo'q. Ya'ni ko'proq mashq qilib, ko'proq etib, mush nafas tarafdagi salla ojizlikni yengib olsak, meningcha Nigara butalayoq. Rahmat. Ahmet yer bo'lsin.好的，非常感谢导师们的点评。那也请尼格尔阿姨休息一下好吗？让我们等待一会儿的结果。Endi biz sahnimizga o'xshashlar haftalik chempion bo'lgan bugungi 3-numurliq mohirimiz Abdusalomni taklif qilamiz. Qani marhamat. Aylık sanlı kelganinglarni qizg'in qutluklaymiz. Bizningki bu yangi mehmonimizni bir tanıştırtamiz. Mening bala ag'inam ham to'liq sizni tatib o'qigan savodishim. Hozirgi kayfiyatingiz bilan o'rtoqlasak bo'lamdi. O'zimga bo'lgan ishonchim intayin. Tomoshabinlar va urug' tuqqanlarimizga vakolatan mishada turib sizga madad beramiz. Buldamsa, hayrat qilam. En güzel ovozingizni yangratqaysiz. Ben senin gözündeki yaş yığılsanla çıkıp gitme. Armanım şu bir ömür sende Vısalınga kaçan yetme. Armanım şu bir ömür senden Vısalınga kaçan yetme. Cinim desen cinim niye bire Derya emezsiniz hakre Lavlarında navatek ire Senin süygün çün bulsa eğer Lavlarında navatek ire Senin süygün çün bulsa eğer Halkınında turguyum bular Kündüz sayrap bulbulum bular Seferlerde duldulum bular Senin sevgin için bulsa eğer Seferlerde duldulum bular Senin sevgin için bulsa eğer Ben senin gözündeki yaş Yığılsanla çıkıp gitme Yığılsanla çıkıp gitme Abdusalomga ko'p rahmatimiz bildiramiz. Liriklik, muhabbatga to'yingan bir naqsh ekan, shundaq-ku. Ustozlarning yurak so'zlarini anglab boqaylik. Bo'lamdi? Qani, ustozlar. Abdusalom bu qitima ko'zimdagi yosh degan naqsha hamda bu aytgan muhabbatlik naqshga. Har qanday odam anglasa, o'zini bir o'y xayolga, o'zining bir hikoyasi va odamlarni shu hikoyasiga olib Naqshni ichiga kirib etdi. Bu naqshni ichiga kirib etmasa boshqa odam ta'sir qilmaydi. Meningcha shu naqsham shu o'tagan taratqular, hada ustozlarning hammasini bir o'y xayollarga soldi deb o'ylayman. Shaxsan men shunchalik suyunib oldim. Kamkos deyalarim bor. 3-chi kubultada bir necha ahang desimay qoldi.
Avazın desimey kaldı. Biraz bek ayacanlanıp gitip bizden. Ayacanda avazdadırak kitip kağıyadır var. Bir iş kişi avazın turaklık emas biraz nefket tevrep kitip kaldı. Bu senin nakşandaki azırak bir körlügen mesele hemdi. Umum müzik etken çağda ben nakşını naite yaxşı, hissiyatlık, toluk, çıraylık orladım. Rahmet ustaz, köpten rahmet. Ondan bolsa hem biz tüvengi düşüp aramağaştıraylı. Biz keyinki mahirimizni sektimizge teklif kılaylı ya. Xoş, ekran aldığındaki kadarlı körünmeler. Eğer dostlarımızdan iyisi de bolsa, tüvende sektimizge çıkmakçı boğan bu mahirimiz heptilik musabıqıda əpsunlarlıq səbəbidən səhnimizdən vaqtlıq ayrılğan idi. Bolsa mening bir təklifim, bir mümkün bolsa məşu Ömərni biz bir aylıq sanga əkeləlsək. Va, rəhmət ustazlar. Qəni qalğanda uşular qanda qaraydı. Mən bu Amragül müəllimnin məşu təklifigə qoşuluram. Ustazlar bizning kuchli talabiga asosan bu mahirni aylıq musabaqaga qatnashish iltimosini sungan edi. Shundaq bu mahirimiz ahiri bizning sahnimizga qaytadan aylıq musobaqa qatnashish uchun qadam tashrif qildi. Qandoqda qizg'in olqishlarimiz bilan bugungi 4-chi mahirimiz Ömerni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat. Aylıq chempion olish maydoniga chiqish oldi turyapsiz. Qanaqroq kayfiyat? Sal jiddiylashyapman. Bu sahnaga kelganmiz, cho'qim eng yaxshi tarafimizni joriy qildiramiz. Qandoqda? Birinchi maydonga. Marhamat. Sizga ixtiyor bo'lg'ay. Qizilgül puraydı yazgan xatlerim Amrdim xetini bağdı yazgan mı Tan seher bu budek telmürüp yaki Qızılgül içilgan çağdı yazgan mı Tan seher bu budek telmürüp yaki Qızılgül içilgan çağdı yazgan mı Qızılgül puraydı yazgan xatlerim Kolumda qızılgül var mı deyaki Kolumda qızılgül var mı deyaki Kelmezdiyen şunda xat izip tursam mı Küttümen bir seni öldüçe taki Qızılgül puraydı yazgan xatlerim Aylenip kettin mi sen Qızılgülge Qızılgül puraydı yazgan xatlerim Qızılgülge Yüzüp dur muhabbet dünyası için Xetinsiz bu alem aylın
aylanar çölge Xetinsiz bu alem aylanar çölge Onda bo'lsa, Ömercanның bugungi birinchi bosqichdagi bu naqsi muallimlarni rozi qila oldimi yo'q? Qiynoqda ularning taklif fikrlarini anglab boqaylik. Qani. Bu qizil gul degan naqsha anglamoqqa shunda chiroyli oddiy bo'lgan bilan amaliyotda buni aytgan vaqtida buni dardini aytuvchi o'zi biladi. Bu aytmoq yomon qiyin naqsha. Nisbatan sen bugun yaxshi o'rilding bu naqshni. Rahmat. Lekin azroq ruhsiz, hissiyatsiz. Qizilgil Praydo dememiz. Qizilgil hissiyat kir. Praydo yazgan xatlaring bütün vücudun hissiyatın olar. Qizni madilasa seni yazgan xating gül puratıda gülün içinde yazdın mı dep. Hissiyat yani kamçılık var. Bu naqşıga tadqiqatını yani ibba köp angla, köp hissiyatını bunun içine jog'urib ko'rgaz. Bugun nisbatan aytganda xeyli yaxshi o'rilding deb qarayman. Rahmat, ustozlarga ko'p rahmat. Qandoq bo'lsa biz endi oldingi 3 nafar haftalik chempionimizni sektimizga taklif qilamiz. Marhamat. Birinchi bosqichimizda zoda qaysi 3 mahirimiz keyingi bosqichga o'ngishli qadam basa oladi? Qaysi mahirimiz bizning sektimizdan ayriladi? Undaq bo'lsa oldi bilan biz birinchi nomerlik mahirimizga bilet tashlaymiz. Sakkiz bilet. Endi ikkinchi nomerlik mahirimizga bilet tashlaymiz. On 4 bilet. Endi üçüncü nomerlik mahirimizga bilet tashlaymiz. Hatta bu aylık musobaqamızın birinci bosqichida kim? Yani qaysi 3 mahir keyingi bosqichga o'ngishli qadam basa oladi? 首先，让我们恭喜1号选手米尔阿蒂利。好的，接下来让我们恭喜2号选手尼戈尔阿伊。好的，那么还有一位选手将进入到我们第2环节的比赛。他就是3-chi nomerlik mahirimiz Abdusalam. Muborak bo'lsin, uchinlarga muborak bo'lsin. Qandoqda endi keyingi o'tkalga tayyorlik qilishtiramizlar. Qani, marhamat. Undaq bo'lsa, hozirgi kayfiyatingiz qandaqroq? Hozir sal afsuslandim, lekin shunada hech qisi yo'q. Keyin yana bir mushta fursatlar bo'lib qolsa, cho'qim qatnashib natijaga erisha olayman. Undaq bo'lsa, biz o'xshashla yana Ömercanni chalklarimiz bilan uzib qo'yaylik. Bo'lamdi? Qandoqda Ömercan, qani, marhamat. Güçler Navası programımızı katlaşkan her bir mahirimizga azraqına programını köngül o bolsumu Xandan Sodiçeklik şirketi işlep bazarga sağan Xandan markasidagi nafs cheni qach buyumlar. Onun başqa Şinjan Madar Biopatexnik şirketi təminləyən mana bu yürüşlük soğatlıqını sizə soğuk qılmaz. Rahmet. Mana mübarek bolsun. Onun başqa Şinjan Mingnas qırım buyumları Sodiçek şirketi təminləyən yürüşlük qırım buyumları. Mana başqa soğuk qılar. Rahmet. Film ko'rganda ko'znakdan ko'ring, Koni markada yangi mazmunlar uzilmas. Programmamizning xos nomini Şinjan Ko'znak Uchur Pan-texnik cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Şinjan Bilgiyar Elektron Pan-texnik cheklik shirkati izlash kino abditali alayda talab qilgan. Programmamizni Şinjan Altınbağ Xalqaro savdo cheklik shirkati Parlaq oliy mehmonxonasi alayda qo'llagan. Programmamizni Yakan Nahiya Ahmervoyit yezigilik taraqqiyot cheklik shirkati qo'llagan. Programmamiz bilan Şinjan O'sugul savdo cheklik shirkati Hayda Meridian muzikalik aramgohi Şinjan Aymay guruhi alayda hamkorlashgan. Xo'sh, undaqda endi biz ikkinchi Yüreğimnin kıyıda gül sakladım yarın sana Gül degenge gül bolam bu gülden çıraylı sen bana Gülden çıraylı sen bana Yağlığımın
dağkan sağladım yar sana ayasına kan degenge kam olam bu kandim tatlı sen bana kandim tatlı sen bana Canım artık sen bana Canım artık sen bana Sümbül çeşli kalem kaşlık canım artık sen bana Canım artık sen bana Yüreğimnin kıyıda Gül sakladım yarım sana Bizning oylik musobaqamizning ikkinchi bosqichi oxirlashdi. Undaqda natijani e'lon qilishdan burun biz yana ustozlarning taklif fikrlarini anglaymiz. 第一首我和我的祖国呢，要把它把声音竖起来，要给力度，唱出力度。这歌我和我的祖国，生活才好，我们的声音才棒，才壮起来。第二点呢，刚才那个天山青松更凉更，这个我们小的时候就听我们的热比亚老师唱。天山上的青松更凉更，我们要这样的，这才能一下天山儿女这种热恋、这种爱恋祖国这种感觉啊，整体还不错。那最后这个歌呢，我们刚才说阿卜杜萨拉姆，你个别的小节最后在结束的时候呢，气息可能吸得浅了，感觉前后声音呢就没有那个力度了，一下弱了就对这个歌曲的诠释、歌曲后面的展示呢，可能就欠缺了一点。好，我就说这点啊，谢谢。Nafar mahirimizdan zada qaysi 2 nafar mahirimiz keyingi o'tganga o'tmaydi. Oldi bilan 1-nomerlik mahirimizga bilet boshlaymiz. bilet. 好的，接下来为2号选手投票。13 bilet. 好的，那么接下来让我们为非常紧张的3号选手投票。12 bilet. Baholag'uvchi ustozlar, korxonachilar vakillari, shundaqla taratqular vakillarining bilet tashlashi orqali eng oxirida zodi kim tutib chiqqandir? Qiynaldoqda birlikda kutaylik. Tunji bo'lib keyingi o'tkalga o'tgan mahirimiz 3号选手阿卜杜萨拉姆，恭喜！ nomerlik mahirimiz Abdusalam, muborak bo'lsin. 接下来进入第3环节的选手是2号选手尼格尔阿伊。 muborak bo'lsin. Qiynaldoqda oldi bilan 2 nomerlik mahirimiz va 3 nomerlik mahirimiz keyingi o'tkalga tayyorlik qilishtirsanlar bo'ldi. Qani, marhamat. Sizning ekran oldidagi do'stlarga, shundaqla naq maydondagi do'stlarga va oilangizdagilariga aytadigan qanday yurak so'zlaringiz bor? Anglab boqaylik. Qani. Mayli, hech qisi yo'q. Men bundan maysilib ketmayman. Bundan keyin fursatlar bo'lsa, cho'qim sahnalarga chiqib o'zimning
alayligini namoyon qilib turman. Yana birga deydiganim, naq maydondagi korxonachilar bo'lsin yoki tavshi ustozlar bo'lsin, oldingi bosqich musobaqalarda ya bo'lmasa haftalik musobaqalarda menga shunday madadlarni berib, biletlarni tashlab qo'llaganligiga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Jabazakdallah. Rahmat Murodiljonga. Alqishlarimiz bilan Murodiljon uzatib qo'ygan bo'lsak, marhamat. Şinjan Xandan So'jek şirkati ta'minlagan Chiniqqacha yurishdiki, qabul qiling. Yana bor. U yana bormi? Murodjon yana birisi Madar biopantexnik cheklek shirkati ishlab bozorga solgan mana bu quvvat ichimligi. Sog'lom bo'ling, salomat bo'ling. Programmamızın xasnamını Şinjan Köznek Uçur Pentexnik Çektik şirketi öz üstüge algan. Programmamızı Şinjan Bilgiyar Elektron Pentexnik Çektik şirketi izdeş kino abditali alayda talep qilgan. Programmamızı Şinjan Altınbağ Xalqara Savdo Çektik şirketi Parlaq Ali Mehmonxonasi alayda qo'llagan. Programmamızı Yakan Nahiye Ahmerbayit Yezigilik Taraqqiyot Çektik şirketi qo'llagan. Programmamız bilan Şinjan O'sugul Savdo Çektik şirketi Haydar seher Gülşehir'dayım sayra şirin canim bulbulum sen yürek ilham şiye Kadir danim bulbulum Tam sabah seher nefer Çimen uylap kaykanmışım Çimen uylap kaykanmışım Vaktin maysa ayrışır Derdim gider manim bulbulum Vaktim maysa ayrışır Derdim gider manim bulbulum Derdim gider manim bulbulum Biz bilet taşlaş basqıçıga qadam qo'yamiz. Aldı bilan biz korxonchilardan boshlaymiz. Aldı bilan 2-chi numurliq mahirimiz Nigarayga bilet taşlaymiz. On bilet. Endi 3-chi numurliq mahirimizga bilet taşlaymiz. Bahalığıcı ustozlar, korxonachilar vakillari, shundaqla taratqular vakil. Shugi. Film ko'rganda ko'znakdan ko'ring, koni markada yangi mazmunlar uzilmas. Programmamizning xosnomini Şinjan Ko'znak Uçur Pentexnik Çektik şirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Şinjan Bilgiyar Elektron Pentexnik Çektik şirkati izdash kino abditali alayda talab qilgan. Programmamizni Şinjan Altınbağ Xalqara Savdo Çektik şirkati Parlaq Ali Mehmonxonasi alayda qo'llagan. Programmamizni Yakan Nahiye Ahmerbayit Yezigilik Taraqqiyot Çektik şirkati qo'llagan. Programmamiz bilan Şinjan O'sugul Savdo Çektik şirkati Hayda Meridian muzikalik aramgohi Şinjan Aymay guruhi alayda hamkorlashgan. Bu sonimizdagi oylik chempion zodi kimdi? 3号选手阿布都萨拉木。 Şimdi burada mahirimiz Abdusalam. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Kenarlıkta ustazlarının mukabbat bölüm takip edecek kılımız. Merhamet.
Ekran aldığındaki qadirli görmənlər, Şinjan Radio Televiziya Stansiyası, şundaqla Şinjan və Sivat Mədəniyyət Arxıt Çəklik şirkəti həmkarlaşıb bu sanalar sunğan Kuyçilər Navasi proqramısının bu sani mana bu şəhərdə axırlaşdı. Əlbəttə, yana bir qitim aylıq çempionumuz Abdusalam mübarək olsun. Qonaqda keyingi san proqramımızı görüşəcək. Amma bulala, hər xoş. Aylık çempiyonumuz Abdusalam Can'a bolsa Xandan